İsteyli. Karla vazifeye, gelin ana. Ağlayacağım. Ağlayacağım. Günler girdi. Şafakların ol. Bu günlerine yetkenler var. Gitmegenler var. Bizi soğukun kadar bilen çırlagan bey. Bu günlerine yetkenler var. Yetmegenler var. Ota-onadan ey farzand, aziz odam topolmasdan, dili joni senga payvand, mehri xotam topolmasdan. Ularning hurmatini qilgin tolon, lekin ular bilan o'tgan damdan shirinroq dam topolmasdan. Bugungi tavag'idayonlaringiz, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Alloh taolo yaratgandan sizga albatta uzoq umrlar, sermazmun hayotda so'rab qolamiz. Farzandlaringiz boshida doimo sog' bo'ling. Xushkazdan qo'sha qarib yuring deymiz ilohim. Albatta mana Ozodbek qo'ymadi bizdan. Shuncha uzoqqa boramiz desa, yo'q, kelib albatta oyijonim tarbiya kelmasaylar bo'lmaydi. O'zimizlar badiiy sahnalar bilan kelib tabriklaganiga muborakbod etgani. Ilohi Alloh yaratgan sizga sermazmun hayot ato qilsin. Kelindan tug'ilgan kuni bugun bormasa. Rahmat sizlarga. Shuncha qanday katta rahmat aka. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Hafta kunlari shunday ashkina bo'laylik. Katta rahmat sizlarga. Yashang. O'sha 100 kilometr, 150 kilometrga kelyapmiz. Sizdan tabriklaganimizda. Sog' bo'ling, Ozodbek qo'ymadi bormasanglar bo'lmaydi deb. Yuzdadan o'sha yursinlar ilohi aytganingiz. Sog' bo'ling ilohim. Siz doimo qo'shgansiz qo'sha qaravering. Farzandlaringiz sizni halovatini ko'ring.